birinchi choraqidan to'g'riga iloyingizni mashqqa harakatlanish kerak. Chap tomondagi chiziqqa sal yaqin yurib borishdi. Iloji boricha o'rtada olish kerak. Bugun xudo xolasa shu o'quvchimiz imtihon chiqmoqchi. Qay darajada tayyor emasligini hozir mana birga ko'rib boramiz. Mana orqa g'ildiraklari ham o'sha chiziq bosmasdan o'tyapti. O'ng tomon sal orqa g'ildirak yaqin bo'lgan chiziqqa. Atak bosmadi, yaxshi. Svetoforga yaqinroq kelib to'xtaladi. Yashil miltilladi, e'tibor beringlar, shu holatda to'xtash kerak. Ertaroq bo'lsa ham to'xtab oldilar. Bunga erta to'xtaganlarga 5 ball. Mana yashil miltillaganda agar choraqidan o'tib ketsalar 100 ball minus qiladi.